bitta narsa shokdaman. Oxirgi paytda e'tibor beryapman deb odamlar umuman o'qimayapti. Umuman. Moskvada, Ostonada o'qishda bo'lganimda, endi Moskvada metroda yurdim. Metroda yursam ham odamlar faqat Reels'da o'tiribdi-da. Tez ko'ryapti. Bu nimaga olib keladi? Bu agressiv holatga olib keladi. Depressiyaga olib keladi, stressga olib keladi. Nimaga? Chunki informatsiya qabul qilishi qisqaradi. Odamlar informatsiya qabul qilgisi kelmaydi. Chunki ko'p. Mana shu 30 sekunddan ko'p odamlarga bo'ldi, yetadi. Yo'g'i miya qobiliyati zerikishni boshlayotgan. Nimaga biz hozir umuman gadjetlarni olib tashlaylar deyapmiz bolalardan. Bolalarda informatsiya qabul qilishi zo'r, tez va qulay. Lekin mana shu Reels, Shortslarni ko'rgandan keyin ularga mana bu har xil kerak emas informatsiya miyaga kirib, og'ir, qiyin informatsiyalar kirishi keskin ham tubdan yo'qolishni boshlagan. Yo'qolyapti. Ota-onalarga mana shu gadjetlarni iloji boricha yo'qotinglar. Priложение bor ekan, Family Link degan. Bu yerda bolalarda mana shu priложениyalarni har bittasiga minutini qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. 15 minut, 20 minut o'shani qo'yib qo'yinglar. Iloji boricha kuniga 1 soatdan ko'p bermanglar gadjetni.